Assalomu alaykum, bizning kanalimizning obunachilari, har doim ko'rib turadigan qadrdon muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz. Bugungi videomiz har kungidan boshqacha, har doimgidan o'zgacha. Chunki biz mana YouTube kanalini ochganimizga martda 2 yil bo'ladi. 2 yil davomida juda ham ko'plab kommentariyalar yozilgan. Albatta bularga hammasiga javob qaytarishga vaqtim yo'q. Shuning uchun hozir ancha-muncha savollarga javob bermoqchiman. Chunki bizning kuzatuvchilarimizga meni hayotim juda qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qiziq bo'lmasa ham aytib o'tishni o'zimga lozim deb topdim. Chunki savol bergan odamga albatta javob qaytarish kerak degan maqsadda bugungi videomizni savollarga javoblar deb nomladim. Birinchi savollardan biri bu qayerda tug'ilgansiz, nechanchi yilsiz degan savollar juda ko'p berilgan kommentariyalarda. Men 1980-yil Qirg'izistonda tug'ilganman. O'sh oblasti, Novqat rayon, Yangi Novqat degan qishlog'ida tug'ilib, tavallud topganman. U joylarni, men tug'ilib o'sgan joylarni sahobalar deb, aziz joylar deb hisoblashadi va u yerlarga juda ham ko'p chet ellik mehmonlar ham borib, qo'shni davlatlardan borishib dam olib, ziyorat qilib kelishadi. Yoshligim ana shu muqaddas joylarda o'tgan. 1997-yil maktabni tamomlab, hozir Amur Temur deb nomlanadi. Oldin Aleksandr Sergeyevich Pushkin nomli maktabda o'qiganman. Keyinchalik Amur Temur nomli maktabiga bo'lib nom berilgan. Bu maktabni tugatganimdan keyin 1997-yili O'sh oblastidagi O'sh davlat universiteti til va adabiyot fakultetini o'qib 5 yil o'chni o'qiganman, tamomlaganman. Til adabiyot o'qituvchisiman o'zim. O'qishni tamomlaganimdan keyin o'zim maktabni bitirgan ana shu Amur Temur deb nomlangan maktabda 4 oy ishlaganman. 4 oy yoki 5 oy. 5 oy ishlaganman va turmushga chiqqanman. Ana shu o'zimizda qishlog'imizga turmushga chiqib, xo'jayinimni ish faoliyati Rossiyada bo'lganligi uchun Rossiya davlatiga ko'chib ketganmiz. Yangi kelinligimda 2 oy yashaganman shu qishloqda, o'zimning qishlog'imda. Undan keyin Rossiya davlatiga ko'chib ketganmiz. Mana hozirda 19 yildan beri Rossiya davlatida yashab kelaman. Rossiya fuqarosimiz, bolalarim hammasi Rossiyada tug'ilgan. 5 farzandni onasiman. 2 ta qizim, 3 ta o'g'lim bor. Allohga beadad shukr. Inson tug'ilgandan boshlab uni hayotiy daftari boshlanadi ekan. Hayoti yozilgan, lekin oxiri nima bo'lishini hech kim bilmas ekan. Masalan, bir kitobni olib, qo'lingizga olib o'qishni boshlaganingizda, keyingi varag'ida nima borligini bilmaysiz. Xuddi shuni singari insonning hayoti ham ertaga nima bo'lishini bilmasdan yashab umrimiz o'tar ekan. Meni hayotimda ham juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Juda ham ko'p sinovlar bo'lgan. Inson qachonki sabr qilib yashasa, albatta yaxshilik kalitlari, yaxshilik qulflari ochiladi ekan. Shunga amin bo'ldim bu hayotda. 40 ga 41 ga kirgan bo'lsam, juda ham ko'p boshimdan issiq sovuq kunlar o'tgan. Allohga beadad shukr. Hozir mana o'zimni ushlab, sabr qilib, ko'p narsaga intilib, mana shu bolalarim uchun yashayapman desam mubolag'a bo'lmaydi. Rossiyaga kelganimizdan keyin farzandlarim birin-ketin tug'ila boshladi. Shunday qilib biz hayotimizni, umr daftarimizni boshladik desam ham bo'ladi.
boshida hayotim yaxshi ketdi, yaxshi yashadik. Hamma yo'q yaxshi. Pul desa bor, hamma yo'q bor. Xo'jayinim yaxshi ishda ishlagan edi, shuning uchun hamma yo'q bo'lgan. Bir shunday hayotda bir sinov keldiki, turmush qurganimdan keyin bir 5-6 yildan keyin xo'jayinimning ishlari orqaga yurishni boshladi. Shu paytda juda ham tushkunlikka tushib qolganman, chunki men o'zim ham yaxshi oilada katta bo'lganman. Bu kamchilik nima, bunaqa narsalarni bilmaganman yoshligimda. Shuning uchun xo'jayinim ish orqaga ketgan paytda juda bir tushkunlikka tushib qolganman. Chunki biz yashayotgan paytimizda faqat yaxshilik narsani o'ylab yashaymiz. Hech qachon inson ertaga yomon bo'lib qolishini yoki puli bor ertaga yo'q bo'lib qolishini kamdan kam odam o'ylab yashaydi. Mana shunaqa voqealardan keyin men уже bir voqeani yaxshi tomonini ham, yomon tomonini ham o'ylaydigan bo'lib qolganman. Masalan, bir insonni puli ko'p, bu inson faqat mashinada, bardachogida pul, cho'ntagida pul yuradi. Xayoli har doim umrim mana shunaqa boylikni ichida, shunaqa hayotda yashayman deb o'ylaydi. Lekin bir kunda mana shu narsalar teskarisiga aylanib qolishi odamni hayoliga kelmas ekan. Har xil voqealar bo'lgandan keyin men hayotda tajribalar orqali mana shu narsani bilib boryapman. Chunki bor narsa yo'q bo'lib qolishiga, bor pulingiz ertaga yo'q bo'lib qolishiga, bugun sog'siz ertaga yo'q bo'lib qolishiga, mana shu narsalarni endi qadriga yetib, bir narsani ham bu tomonini, ham bu tomonini o'ylab, shunga tayyorgarlik ko'rib borishni o'zim bir dars deb bildim o'zim uchun. Endi bu gaplarimni nimaga aytyapti deb o'ylab o'tirmang. Hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. 2017-yili men uchun va bizni oilamiz uchun juda ham og'ir yil keldi. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Inson pulini yo'qotsa, albatta topar ekan, vaqtlar o'tib. Qadrini yo'qotsa ham boshqalar tomonidan qadr topishi mumkin ekan. Uyini yo'qotsa, yana uyini qaytadan qurib olishi mumkin ekan. Lekin inson sog'ligini, orqada qolgan umrni va yaqin insonlarini yo'qotganda buni hech qachon orqaga qaytarishni ilojisi yo'q ekan. 2017-yili noyabr oyida biz uchun kutilmagan bir dahshatli voqea bo'ldi. Xo'jayinim ertalab turib, tashqariga chiqib ketib, yiqilib tushgan, shu yuragi to'xtab qolgan deyishdi, shu bo'yi olamdan o'tgan. Alloh rahmatiga olsin, juda ham yaxshi inson edi. Mana shu kunni men hayotimdagi eng og'ir kunlar deb bilaman, chunki 4 ta farzandim va qornimda yana 2 oylik farzandim bilan qolganman. Bu hayotga ko'nikish juda ham qiyin bo'ldi men uchun. Ko'pchilik savollarda, kommentariyada so'ragan, nimaga o'g'lingizni ismi Yodgor deb. Chunki mana shu Yodgor o'g'lim, eng kichik farzandim, qornimda 2 oylik qolgan. Mana shuning uchun bu bolamni Yodgor deb o'zim ism qo'yganman. Hayotda mana shu hammasi ham bir bo'ldi. Endi mana shu bolam tug'ilgani men uchun juda ham bir boshqacha, qandaydir bir kuch olib keldi hayotga menga. Chunki shu bolam bilan men mamiradim, shu bolam bilan o'ynab, buni gapiga,
yurishiga, qiliqlariga qarab men juda ham ko'p narsani unutishga harakat qildim. Ana shu xo'jayinim o'tganda juda ham qiyin ahvolga tushib qolganman. 6 oy, 7 oy juda ham qiynalganman. Moralniy odam kutilmagan bunaqa udar odamga juda ham bir katta ta'sir qiladi ekan. Agar inson og'rib, kasal bo'lib 3-4 oy yo 1-2 yil yotsa, unda bunchalik og'ir bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Soppa-sog' odam hayotdan ko'z yumsa, bu juda ham oila a'zolariga, yaqinlariga boshqacha bir ta'sir qiladi ekan. Biz uchun, farzandlarim uchun, ayniqsa biz musofirda yurganlar biladi buni. Bu yerda yashayman, musofirdaman. Qo'shnilarim, bunisi ham ruslar, bu tomonda ham ruslar, oldim, orqam hamma joyimda ruslar yashaydi. Atrofimda. Shunda men musofirligimni mana shu xo'jayinim o'tgan paytda ana shu kuni sezganman. Chunki tashqarida xo'jayinim yiqilib qolgan. Agar o'zimizda bo'lsa, mana shu Qirg'izistondami, o'zimizni yurtimizda bo'lsa, bir voydod desang, hamma bitta mahalla yugurib keladi. Nima bo'pti ekan buni uyida deb. Bu yerda unaqa emas. Ertalabdan u yoqqa yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz, bitta odam yo'q. Shunda men mana shu paytda, ana shu kuni haqiqiy musofir ekanligimni shu kuni bilganman. Lekin Moskvada tog'alarim bor, ukam bor, Orenburgdan. Shular birpasda yetib kelishgan. Xo'jayinim ko'p gapirar edi. Agar bir narsa bo'lsa, hayotdan ko'z yumsam, ko'p gapirardi mana shu gapni. Ko'ngli sezardi ekanmi. O'zimiz tug'ilgan sahobalarga ko'minglar deb ko'p aytardi. Keyin mana shu biz yashab turgan joyda ham turklar yashaydi. Ana shu joyga ko'maylik deb aytishdi. Qish kuni edi, noyabrda, sovuq. Musulmonlarning qabri bor, shu yerga olib borib ko'maylik deganda, men unamaganman. Yo'q, bu odam necha yildan beri mana shu gapni gapirar edi. Bu yerlarda qolib ketmayin. Shu sahobalarga olib borib ko'minglar deb aytardi. Deb unamay turib olganman. Mana shu tog'alarim, ukalarim, qarindosh urug'larimni yordami bilan xo'jayinimni o'sha o'zi vasiyat desak ham bo'ladi, o'zi aytib ketgan, o'zi tug'ilib o'sgan joyiga olib borib qabristonga qo'ydik. Bu juda ham og'ir, bir inson, tirik insonni o'lganini, murdasini o'zini yurtiga, yaqinlarini oldiga olib borish bu juda ham qiyin bo'lgan. Lekin men shu narsalar hammasi boshimdan o'tdi. Mana shu yodgorimni deb qolgan farzandlarimni ham yaxshi ko'raman, hammasi yaxshi. Lekin bu yodgor menga yashashga boshqatdan umid bergan. Mana shu bolam yaxshi ham, mana shu qornimda shu bolam borligi deb shuni tug'ilishini kutganman. Undan keyin mana 3,5 ga kirdi. Har kuni kunim mana shu bolam bilan o'tadi. Qizim o'qishga ketgan, universitetda o'qiyapti. 3 ta bolam maktabga ketadi. Bu yil yodgorni bog'chaga bergim ham kelmadi. Chunki bu 4 devorli ichida odam o'zi bilan o'zi gaplashib, qo'shnilar bilan qishda biz tashqariga ham chiqmaymiz. Hech kim yo'q bu yerda. Tog'am bor, tog'amning fermasi bor, ishchilari bor. Lekin endi gaplashib bir yoziladigan ayol kishi bir yonimda hech kim yo'q. Shuning uchun faqat shu farzandlarim bilan umrim, hayotim mana shular bilan o'tyapti. Bular menga yana ham kuch berdi yashashga. Biror narsa qilishga, bir intilishga kuch berdi.
hozir mana qizimni o'qityapman. Temur 9 bitiradi. Buni o'qitishim kerak. Undan keyin Sabrina shunaqa qilib o'zi meni hayolim faqat bolalarimni o'qitish, yaxshi joylarga turmushga berish, kelin olish, bularga uy qilish. Mana shunaqa o'y xayollar bilan hozir zaynat bo'lib qolganman. Bularni maktabga olib boraman, olib kelaman, kasal bo'lsa doktorga olib boraman, olib kelaman. Bu mana shunaqa faqat biz mana shu oilaviy yashaymiz. Atrofimda hech kim yo'q. O'zimiz o'ynaymiz, o'zimiz bilan o'zimiz gaplashamiz. Bir joyga boradigan bo'lsak boramiz. Shu hayotimiz mana shu tarzda o'tyapti. Endi hozir ayam kelgan biznikiga. Ayam shu yerda. Mana shunaqa qilib endi ko'p savollarga javob bermasam ham hozir 2-3 ta savolga javob berdim deb o'ylayman. Endi orada shuni aytib o'tay. She'r yozishga men yoshligimdan qiziqqanman. Til adabiyot o'qituvchisi bo'lishimni sababi ham mana shu sohani tanlashim sababi ham yoshligimdan to'rqator bir nimalarni yozib yurardim. Keyin turmushga chiqqandan keyin yozmay qo'ydim. 2016-yildan boshlab yana o'zidan o'zi bir g'oyalar kelib she'r yozishga shu g'oyalar kela boshladi va she'r yozishni boshladim yana. Qirg'izistondan kitobim chiqqan, she'riy kitobim. Buni juda ham xo'jayinim rahmatli juda ham kutgan edi. Shunaqa o'zimdan ko'proq kutdi. Bu kitob chiqib, mana shu Qirg'izistondan Rossiyaga yetib kelishi uchun ancha vaqt o'tdi. Bu kitobni chiqarishda onamning hissasi katta. O'shga yugurib mana she'rlarim endi takchada, daftarda u yerda qolib ketmasin. Odamlar ozgina bo'lsa ham she'rlaringni eshitsin deb. Men shoiralikka hech qanaqa nimam yo'q. Davom yo'q. Faqat bu qiziqishim, hayotim, ko'p she'rlarimni eshitganlar biladi. Bu o'zimni hayotiy voqealarim, hayotimni yozganman desam ham bo'ladi. Mana shu she'rimlarim уже ko'payib qolgandan keyin bizga g'oya keldi, kitob qilib chiqarsak deb. Keyin onam bu ish bilan shug'ullandi. Men o'zim Rossiyadaman. Onam mana shu yerda yugurib kitoblarimni chiqardi. Bitta kitobimni chiqardi. Mana shu kitob chiqib Rossiyaga yetib kelishigacha shunday xo'jayinim bir intiqib, toshiqib ketdi. Lekin bu kitobimni ko'rib o'qib ulgurmadi. Xo'jayinim maktabda ham yaxshi o'qigan ekan. Shuning uchun men she'rlarimni yozib oldiga qo'yib qo'yardim. Tekshirib bering, bir joyga nima bir-biriga qofiyalari kelmasa to'g'rilashib qo'ying desam, to'g'rilashib qo'yardi. Maktabda juda ham yaxshi o'qigan ekan. Shuning uchun ustozim deb hazillashib qo'yardim. Xullas shu kitobimni ham ko'rmadi. Shunday qilib xo'jayinim o'tgandan keyin she'r yozishga yana ham kirishib ketdim, chunki ichimdagi dardimni qandaydir qilib chiqarishim kerak. Buning uchun men ota-onamga aytmayman, ko'chaga chiqib aytmayman. Faqat qog'ozga bitishga harakat qildim. Shunday qilib hozir ham ba'zida bugun ham she'r yozdim. Ilhom kelib qoladi o'zi. Daftarlarim har yerda ruchka daftar. Teplitsada ish qilyapsam ham teplitsada ham bitta daftar ruchka turadi. Chunki hozir kelib qolgan narsani shuna yozmasangiz, уже esingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun kelganda yozib qo'yaman, keyin ularni tartib bilan to'plab, bundan keyin bu aytiladi, bundan keyin bu qilib, endi zo'r shoira bo'lmasam ham har qalay ichimdagini odamlarga yetkazishga harakat qilyapman. Hozircha bugunga yetadi deb o'ylayman. Mana shunday bo'lib, meni hayotimni ozgina bo'lsa ham hayotimdan sizlarga ma'lumot berdim, aziz do'stlar.
Kim qanaqa tushunadi, kimga qanaqa bilmadim. Iloji boricha to'g'ri tushunishga harakat qilinglar. Bilaman bu kommentariyalarda endi hali bir ko'nglimga tegadigan hech kim hech nima yozgan yo'q kommentariyaga. Chunki men biz oilaviy qilamiz bu ishni. Men faqat mana shunaqa qilib gapirib yo she'rda aytib bir narsani pishirsam pishirib qo'yaman. Qolgan ishini polni hammasini Timur qiladi. Bu bir oilaviy ijod desak ham bo'laveradi. Men bolalarim ham shug'ullanadi. Endi yozgan kommentariyalar Xudoga shukr hammasi yaxshi. Chunki men yomon maqsadda bu YouTube kanalini ochmaganmiz. Shu o'zimizga ozgina bo'lsa ham o'zimni mamratish uchun ozgina bo'lsa ham birovlarga, insonlarga she'rlarimni, bir pishirayotgan narsalarimni taqdim qilish uchun ochilgan kanal bu. Bizni qo'llab-quvvatlayotganlarni hammasiga minnatdorchiligimizni bildirib o'taman. Doimo sog' salomat bo'linglar. Biz ham qo'limizdan kelgancha yaxshi videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Agar yana savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozing, javob berishga harakat qilaman. Hammaga katta rahmat.